Soat 4:35 minut o'tdi. Juda jim. Hozir endi tong otgandan keyin bomdoddan keyin yig'ishtirib yana bir joyga boramiz. Tong ham otdi inshaalloh. Hozir endi boshqa yoqqa ketamiz. Qalmoqni o'tirdim. Xudo xolasa endi bu jimjit mayda shudaja o'shanga choy qo'yganmiz. Choy qo'ygandan keyin bitta kofe ichib zavtrak qilib boshqa yoqqa yo'nalish. Boshqa yoqqa yo'nalish endi. Mana boshqa yoqqa oldi. Mana suv. Tong bo'lgan. Soat 6:30 bo'ldi. Yana kelamiz. Popkami? Ya, pop ketishmayapti. Hozir yerga keldi. Ketamiz peshkadaram. Xohlasa joyini topib borib. Hop, yer ushlashga, ya'ni qishlik bag'lovga. O'kirib ketamiz. Orqadan pop keldi. Qalmoq olingan flagman. Xohlasa rezultatlar bo'lsa tashiyman. Shu kichkina kanal, Shurzak bor daryoga, Sirdaryo qo'shiladigan kanal. Hozir Sirdaryo 3 kun 4 kun oldin yomg'ir yog'ganiga loyiqa qo'yapmiz. Shuning uchun Sirdaryo jimjit. Xohlasa polchi yes. Og'izlarni yorib tashamiz. Mana kichkinaroqmi polcham bor, xudo xolasa. Bu kichkina kuz to'riga ham chiqadi, bunaqalarni mana qo'yib olamiz. Tundalikka biz baliq qidirib hayvonlarga borib nimadirlar qilib yuribmiz. Baliqni o'zi oldimiz kelyapti. Ko'rasizlar? Suv. Suvda maza qilyapti-ku. Yo'q, Afrikanskiy suv ekan, ha? Chiqib ketdi. Ketdi bu. Yo'q, qaytadi. Suvga qaytamiz, ketdi bu.